Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlarining yana bir muborak hadislarida marhamat qildilarki, innalloha la yanzuru ila suwarikum va amwalikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Albatta Alloh taolo sizlarni suratlaringizga boqmaydi, qaramaydi dedilar. Lekin sizlarni qalblaringizga va amallaringizga Alloh taolo qaraydi. Mana shu hadis bizning hayotimizni o'lchab beradigan, bizlarga hayot qanday ekanligini ko'rsatib beradigan hadislardan. Suratimizning go'zalligi, mol dunyoyimizning ko'pligi, mansab martabada bo'lishligimiz, bular Allohning nazdida Alloh bunga boqmas ekan, bunga qaramas ekan. Lekin insonni Alloh taolo qalb nazargohida deyiladi, Allohning nazari tushadigan joy qalb hisoblanar ekanki, ana shu qalbimizga-yu va qilayotgan amallarimizga Alloh taolo boqar ekan. Demak, bizlar qalbimizni isloh qilishligimiz va qilayotgan amallarimizni go'zal, chiroyli bo'lishiga e'tiborli bo'lishligimiz kerak. Tashqi ko'rinishligimiz, boy bo'lishligimiz, mansab martabada bo'lishligimiz hech qanday mana buni qizig'i yo'q ekan. Shuning uchun inson ko'proq amallarimizga Allohning buyrug'ini qilyapmanmi va mana shu qalbim adovatdan, riyodan xolimi deb mana shunday savollarni inson o'ziga berishligi, agarki qalbi isloh bo'lsa, ana shu qalblarimiz yaxshi bo'lsa, amallarimiz go'zal bo'lsa, mana bu narsa bizlarning yutug'imiz hisoblanar ekan.